Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Namangan shahar Axsikent dahasi Snickers magazini yonidan bir xonadonimizni sanoqsini olgandim. Hop, devorlarni bitkazdim. Balandligimiz 3 metr bo'lgan. Ham bu yerga bo'lsa uzunimizni Mesni 1.20 ga 60 formatdagi keramik granitdan terib berganmiz. Mana burchaklarga e'tibor berishingni so'rab qolamiz. Bu burchaklarda ugulovlarni qilib beramiz. Tashqi bo'ladi. Tumni seri glansli xohlashdi. Egalari shu yoqqan ekan. Mana shundan qilib berdim. Hozircha devorlarimizni bitkazdim. Bu yerda shaxta qismi joylashgan. Kichkina lyukchamizga avarinli ventilimiz bor. Burchaklarni ko'rishingiz mumkin. Idealni chiqdi. Zazorlarga e'tibor berasizlar. Hop. Eshigimizga joy tashab, откосlarni ham bitirib berdi. Tashqi ugolov bo'lishi uchun hozircha ugolov o'rnatmaganmiz. Hop. Standart 9 cm eshigimizga joy tashlaganmiz. Shuni e'tiborga olinglar. Har safar qayerda qilinsa ham 9 cm standart bo'ladi eshik ramkasi. Polimizni endi boshlaymiz, xudo xolasa.